Assalomu alaykum gruppadagilar. Mana darvozamiz ham tayyor bo'lgan. Mana endi olib ketyapmiz Kommunizm degan mahallaga. Hozir buni olib borib o'rnatamiz. O'rnatgandan keyin yana bitta video syomka qilib sizlarga ko'rsataman. Mana yangi chiqqan mokriy asfaltni, yangi chiqqani avtomobilniy svet. Yangi chiqqan. Bunaqasidan quyoshga tovlanadi. Ichida zarlar bor. Hozir mana kameraga bilinmayapti. Xuddi o'shandan o'sha kraskadan urganmiz. Ko'ryapsizlar mana. Rosa sizlar ham ko'ringlar deb video syomka qilib ko'rsatyapman. Mana kerak. Bu 2 ga 2.70. Bu garaj uchun, mashinani qo'yadigan garaj uchun qilingan bu darvoza. Xudo xolasa hozir olib borib o'rnatsak, keyin yana bitta video syomka qilib gruppaga tayyorlayman, ko'rasizlar. Darvozamizning narxi, kraska, anaqa materiallari hammasi ichida, ustanovkasi hammasi ichida 4 million so'm. Bu darvozam narxi. Kraskalari hammasi ichida, borib o'rnatishlari bilan, dastavkalari bilan 4 million so'm bu narxi. Razmeri 2 ga 2.70.